Друзья, переходим ко второй части. Мы сейчас будем готовить блюдо для нашего ресторана Тандырей. С кем? Конечно же, с нашим другом Абидом. Вы все помните Абида, он у нас был в отборочном туре. Да, он был тот самый 13-й участник, которого мы взяли, которого мы сказали, что все, мы с ним вместе делаем проект. Обид, да. Да, он был в прошлом туре, нет? Да, Обид не будет участвовать в реалити-шоу. Мы с ним сразу делаем этот проект. И сейчас мы с ним ставим кухню для тандри, так как он очень грамотный шеф-повар именно в национальной узбекской кухне. Все, что касается коза, горшков, тандыров, это все его. Вот, так что сейчас вот мы будем наслаждаться его творчеством. Первое блюдо у нас называется куртоба. Он родом из Таджикистана. Birinchi, assalomu alaykum hammaga. Birinchi qurttozni eritib olamiz, shundan boshlaymiz. Sizlar bo'lmasa pomidorlarni to'g'rab berasizmi? Bodring. Tandriyda bizni Sanjar aka bilan menyu qilishni boshlaganimizda bizga aytdilar, Sanjar aka u yerda priborlar bo'lmaydi, qoshiq, vilka, hammasi qo'lda yeyiladigan narsa bo'lishi kerak dedilar. O'shani hisobga olib, biz hammasini qo'lda yeydigan salatlarni ustida ishlaymiz. Keyin tandriyda asosiy ovqat bizda go'sht-ku. Go'sht bo'ladi-yu. O'shani hisobiga salatlarimiz go'shtsiz, shu go'sht bilan yeyiladigan. Ha, shunaqa qo'shib yeyishga qo'shib yeyiladigan salatlar qilinganda. Pomidorni suvliligi bilan shu qurtni shimib olgan nonni sachlanisi juda ham yoqadi. Ayniqsa bunga yana biz kashnich bilan rayhon ham qo'shdik. Bodringni qisir-qisir qilish mana shu teksturalari ham juda zo'r chiqyapti. Menga juda yoqdi. Qurtobani yeb ko'rdik, hammaga ma'qul bo'ldi. No, холодный zakuskalar faqat salatadan iborat emas. Холодный zakuska deganda мясной ассорти ham bor. Endi bizning Tandiriy bu o'zgacha milliy yo'nalishdagi restoran, shuning uchun мясной zakuskalarimiz ham o'zgacha milliy yo'nalishda. Xo'p, menimcha bu yerda tandirda pishgan, tandirda dudlab pishirilgan qo'y go'shti va dumba. Xo'p, ziravorlar bilan to'ydirib, juda qiziq. O'zimizdan qo'l mahsulot. Tushunarli. Hozir bularni chiroyli qilib kesib, biz холодный zakuska yasaymiz, shunaqami? Keling, men sizga qo'yni bo'lmasa kesishga yordam beraman. Juda oddiy narsa. Hammasi mahalliy masala qilib. O'zimizning shu dumba, o'zimizning qo'y go'shti, o'zimizning piyoz. Ko'rinishi birinchidan juda chiroyli, ikkinchidan noodatiy, juda qiziq. Uchinchidan o'sha o'zini vazifasini bajaryapti. Har bitta o'sha restoranning menyudagi ovqatda o'zini vazifasi bor.
Холодный zakuska vazifasini juda zo'r bajarayotgan ovqat. Ham bu o'zimizni milliy aholiga ham juda ham qiziq. O'zimiz sog'ingan ta'mi, tanishdan. Tanish narsalar, to'g'ri. Ham turistlarni ham jalb qiladi. Keyingi ovqatga o'tamiz. Lekin menda hozir savol tug'ilyapti. Nimaga bizning stolimizning ustida qanaqadir loy turibdi? Nima bu? Bu bizani asosiy taomlarimizdan biri. Aha. Tandir go'sht, tandir tovuqni bilamiz, lekin tandirdagi baloni eshitganmiz. Adashmasam, qaysidir viloyatlarimizda, qaysidir shu juda ham sanoqli joylarda pishirishadi buni. Biz buni tandirni baliqni ustiga loy bilan o'rab pishirganmiz. O'zimizga xoscha, o'zimizning maxsus ziravorlarni ishlatib. Hozir ko'rasizlar degan umiddaman. Hozir biz buni tayyor pishirib olib kelganmiz. Tushunarli. Bu ham tandirda pishgan. Tandirda pishgan. Bilmaganlar uchun men aytib o'tmoqchiman. Bu yerda loy issiqni ushlash vazifasini bajaradi. Yevropada tuzga o'rab pishirishadi baloni. Buni ham o'zining vazifasi bor. Tuzga o'ralgan baliq o'zini o'sha sochnost deydi-yu, o'sha suvliligini ushlab turadi. Bu yerda o'zimizning milliy yo'nalishga o'girgan holda biz loy bilan qilib ko'rdik. Xo'p, endi buni qanaqa ochamiz? Hop, buni sindiramiz. Loyimiz уже pishayotganda qolib ketgan. Ha. Loyimiz suyuq bo'lgan. Endi hammamiz birgalikda 1 2 3. Siz ham oling, ushtirib yeymiz. Davronaga boshlaylik. Buni so'rayman, buni qanaqa chiqqan ekan. Bismillah. Это Она очень тает во вкусно, рту. просто. Она реально очень мягкая, очень мягкая. Просто поварам похлопаем, потому что... Теперь вы еще больше знаете о концепции, о блюдах, которые будут там подаваться. Приходите обязательно, когда будет открытие. Курасан!